Bugungi videomizda 1997-yilda chiqarilgandan keyin dunyo bo'yicha eng ko'p tomosha qilingan Titanic filmidagi aqlbovar qilmas xatolarni ko'rsatamiz. Suratga olingan yili dunyoning eng ko'p mablag' sarflangan filmi deb topilgan Titanic filmini suratga olish jarayoniga film egalari 200 milliondan oshiqroq mablag' sarflashgan. Shunga qaramay, film rejissyori bu filmga sarflangan pullarini qo'lga kiritgan 11 Oscar mukofoti bilan qaytarib olishgan. Demak, bunchalik ko'p pul sarflangan, behisob mukofotlar olgan filmni ichkarisida antiqa xatolarni borligini bilarmidingiz? Agar bu xatolarni ko'rishni xohlayotgan bo'lsangiz, biz videoni boshladik. Videoni boshlashdan oldin, shunday videolarni ko'rishni xohlasangiz, videomizga like bosib bizni qo'llab-quvvatlaysiz degan umiddamiz. Filmda ko'rganingiz Titanic kemasi aslida bir katta maketdan iborat. Shuning uchun bu kemani bir qismini suratga olish uchun dengizning qirg'og'iga qurilgan. Lekin qurilgan bu kema tashqarisini suratga olish uchun moslashtirilgan bo'lishiga qaramay, katta xatolarni keltirib chiqargan. Agar sahnalarga diqqatliroq qarasangiz, kema ko'rinishini o'zgarganini bilishingiz mumkin. Hozir sizga ko'rsatayotganimiz bu ko'rinishlarga yaxshilab qarasangiz, Jek va Fabritsioni kemani uchida pastga qaraganliklarini ko'rishingiz mumkin. Bu ilk ko'rinishlar, maket kemani uchida suratga olingan. Endi sizga ko'rsatadiganimiz bu ko'rinishlarda bo'lsa, Jek va Ross qurilgan bu kemani uchida turishmoqda. Agar yaxshilab diqqat etsangiz, bu ikki kemani bir xil bo'lmaganligini bilishingiz mumkin. Bu ko'rinishlarda bo'lsa, kemani qirg'oqdan ayrilayotganini ko'rishingiz mumkin. Lekin 6 daqiqadan keyin qarshimizda paydo bo'lgan bu ko'rinish bilan o'sha qirg'oqdan ayrilgan ko'rinishni qiyoslasak, Titanic yozuvini o'zgarganini ko'rishingiz mumkin. Bundan tashqari qizil tablodagi yozuvlarni teskari bo'lib qolganini ham bilishingiz mumkin. Bu lavhalarda filmda qatnashgan dublyorlarni osongina payqab olishingiz mumkin. Filmning asosiy sahnalaridan biri hisoblangan bu ko'rinishlarda Ross kemadan sakrashga harakat qiladi. Filmning ta'sirli bu jarayonida Jek sakrashga tayyor turgan Rossni qo'llaridan ushlab, kemaga qarab ko'tarib tortadi. Lekin bu ko'rinishlarga diqqatliroq qarasangiz, bu sahnada Jek obrazini jonlantirgan Leonardo DiCaprio tomonidan o'ynalmaganligini ko'rishingiz mumkin. Sizningcha nima uchun shunday oddiy sahna uchun dublyorlardan foydalanishgan? Shu haqida o'z fikringizni yozib qoldiring. Bu lavhada Ross va Jekni kema cho'kayotgan paytida koridor bo'ylab yugurayotgani aks etgan. Suvda qolgan bu juftlikni yaxshilab kuzatar ekanmiz, aslida bu sahnada ham dublyorlardan foydalanganliklarini osongina payqab olasiz. Navbatdagi xato bo'lsa, rol ijro etgan aktyorlarning parik taqqanini bilinib qolganidir. Pariklar hamma kinolarda bo'lmasa ham bo'lmaydigan narsadir. Faqat dunyoning eng ko'p xarajatli bu filmida yana ham sifatli parikdan foydalanishlari kerak edi. Ayniqsa salbiy obrazdagi aktyorni boshiga yaxshilab qarasangiz, parikni yopishgan joyini ko'rishingiz mumkin. Kate Winslet tomonidan ijro etilgan Ross obrazini ilk ko'rganimiz bu sahnada Rossni labini chap yonida xoli borligini ko'rishimiz mumkin. Faqat Ross ko'ringan boshqa sahnada bo'lsa, bu hol 10 tomonga o'tib qolmoqda. Nima uchun millionlab pul sarflangan bu filmda bunday xatolar qilingan edi? Buning sababi film uchun qurilgan bu kemadir. Bu film uchun kemani faqat bir tomoni qurilgan xolos. Shuning uchun kemani orqasini ko'rsatish uchun videoni teskari qilayotgan edilar. Hatto sahnalarni teskari tomonga almashtirilganligi sabab ba'zi binolardagi yozuvlarni teskari yozilganligini ko'rishingiz mumkin. Bu lavhalarda bo'lsa, filmda ishlatilgan effektlarni, xato va kamchiliklari haqida gapiramiz. Ha, albatta, bu filmni chiqqaniga 20 yildan oshgan bo'lsa-da, o'sha vaqtda effekt yaratishni uddalay olishgan. Buni bittada bilib olishingiz mumkin bo'lgan holatlar kema ochiq bo'lgan joylaridir. O'zingiz bilib turganingizdek, kemani ichidagi odamlar kompyuter tomonidan yaratilgan. Navbatdagi videomizda eng oson bilishingiz mumkin bo'lgan xatolardan gap ochamiz. Internet olamiga plastik bolta deb nom chiqargan bu holat
sizni hech ham hayratga solmaydi. Chunki Jekning qo'li kishan ekanligidagi bu sahnada Ross ichkariga kirib, qo'lidagi bolta bilan Jekni qo'lidagi kishanni uzib tashlamoqda. Faqat bu ko'rinishga diqqatliroq qarasangiz, bolta kishanning zanjiriga emas, Jekning qo'llariga kelganini bilishingiz mumkin. Yaxshiyamki bolta plastikdan yasalgan xavfsiz ashyo ekan. Agar siz Titanic filmini yaxshilab tomosha qilgan bo'lsangiz, kamerachilarni videoga tushib qolgan holatlarini ko'rishingiz mumkin. Bunga eng oson misol deb Jek eshikdan kirar ekan, orqasidagi kamerachini eshik oynasida ko'rinishidir. Siz bu holatlarni, bu videoni ko'rishingizdan oldin farqiga borganmidingiz yoki siz ham boshqa filmlarda shunday xatolarni bilasizmi? Shu haqida sharhlarda izoh qoldiring. Doimo sog' salomat bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha